Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Biz bugun Andijon viloyati Shahrixon tumaniga ikkita eshik o'rnatib berdi va bugun buni tugatdik. Eshiklarimiz oq krashinli eshik bo'lib, Suxoy MDF ustiga Turkiyaning Filip Oya bo'yoqlaridan foydalanib ishlangan. Oynalari vitraj oyna bo'lgan. Eshiklarimizni orqa oldi ko'rinishi bir xilda bo'lgan. Ya'ni obshipkalari, tabor karnizlari oldi bilan bir xilda tayyorlangan. Oshib-oshiqlarini to'rttadan o'rnatib berdik. Zamonlari magnit zamon bo'lgan. Bu to'g'ridagi xonamiz mehmonxona. Hamma ikkita eshigini ham orqa oldi bir xilda ko'rinishda chiqqan. Bu eshiklarimiz yakka qanot eshik bo'lib, bularning razmeri 90 ga 220 atrofida bo'lgan, ya'ni 217 ga 88 shunaqa razmerda bo'lgan. Chaspaklari двойной chaspa bo'lgan, ikki tomondan ham ichiga ham tashqarisiga chaspa qo'yilgan. Obkladkalar. Bu eshikning orqa tomoni bu sanozel bo'ladi.